sizlarga mana shu mashinalarni har biridan challengedan o'tkazib va trampolinlarda sakratib ko'ramiz. Uning uchun siz mana shu meni YouTube kanalimga obuna bo'ling va like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bularga skinim yo'qligi uchun bularni skin qo'ymaganman. Bularga ham yo'q edi. Chunki men bu akkauntni yangi ochganman. Ochganimga taxminan 10 yil bo'lib qoldi. Xullas men o'ynamaganman. Qani birinchi bo'lib o'sha yulduz askarlarning mashinasidan boshlaymiz. Qani qaysi biri zo'r trampolinda uchar ekan. Metrlarini yozib boraman, esdan chiqmasin. 1 2 3 qani ketdik. Va bu 676 metrgacha sakradi. Nari hisob emas. Men bu zonani birinchi marta ko'rishim. Mana bu yerda trampolinlar ham bor. Bundan biz hali o'tamiz. Keyin birinchi bo'lib yana boshqa mashinalarni minib olishimiz kerak. Uning uchun men mashinani olib hali sakramadik. 108 metrga tushdi, eslasangiz. Hozir buni qiziqishga ko'ra mana bundan o'tkazib ko'ramiz. Hop. Bundan qanday o'tamiz? Izohlarda fikringizni qoldirishingiz mumkin. Wow. Yaxshi. Askarlarning mashinasini tormozincha ishlamaydi shekil. Endi keyingisi kechirasizlar, meni pravam yo'q mashina bo'yicha orqaga yurib. Sizlarga qaysi mashina yoqqanini izohlarda yozasiz. Hali videoim tugagani yo'q, shuning uchun bu joylarni qisqartirib tashlayman va buni ochaman. Xayr. Endi esa biz eng yaxshi ko'rgan kishilik mashinamiz orqasiga mundoq qilib o'tirib oladiganlar ham bo'lardi. Yo PUBG'dami? Mayli, buni sinab ko'rishga qani ketdik. Taxminan bu 167 metrga sakra olsa kerak. O'tgan videoyimda ham voy. Uzr. Keling buni jarlikdan tashlay qolamiz. Chunki bu trampolinga chiqishga hali yosh. Qani 1 2 3 ketdi. Va bu 58 metrgacha bordi. Menimcha trampolindan sakraganimiz yaxshi. Mayli, buni bu yoqdan sakratib ko'ramiz. Hop. Bu o'yinning nomi Free Fire'dagi eventlardan kirib topsangiz bo'ladi. Buning nomi Car Audio shunaqa shekil. Qo'shib qo'yib olsa ham bo'ladi degandimi? Faqat signal olsa bo'lar ekan. Va bu yaxshi o'tdi, hech qayerda tekkani yo'q. Shuning uchun bunga 10 dan 5 ball beramiz. Nargisini ballini aytmagandim. Bu kerak emas endi bizga. Endi eng asosiysi bo'lib mototsikllardan o'tib ko'ramizmi? Mayli. Kiyim yoqqan bo'lsa like bosing. Yoqmagan bo'lsa keyingi videoyimga bosing. Hazillashdim. Hop, endi mototsiklga kelgan bo'lsak, mototsikl 2 kishilikni mindira olarmidi yo faqat 1 kishilikmi? Bo'pti, buni mana shu kichkina trampolindan sakradimiz. 1 2 3 Ala Madrid. Yo'q. Bu uncha sakraman. 15 metrgacha ham bormadi shekilli. Shunaqalardan urib tashlasa ham jon ketmaydi. Endi bularni challengedan o'tkazish uchun keyingi ikkinchi qism qilib qo'yaman. Rahmat, video yoqqan bo'lsa like, komment, podpiska bosib qo'yishingizni xohlayman. Uning uchun birinchi bo'lib selfie qilib olsaga. Rahmat. Instagramlarga ham joylayman va mana bu skanerni
bosib qo'yishingizni talab